Assalomu alaykum hammaga. Demak, biz bugun devlogimizning ikkinchi kuniga yetib keldik va bugun Tayvan sessiyasi o'rganish jarayonimizni boshlaymiz. Buning uchun hozir Tayvan sessiyasining rasmiy saytiga kirib olamiz. Va bu yerda Tayvan sessiyasini o'rnatish kodi berilgan. Buni copy qilamiz va undan oldin papkamizga kirib olamiz. Full stack journey va code nokta papkaga VS Code'ni ochib kirishga yordam beradi. Buni bossak VS Code'ga kirdi. Demak, buning terminalini ochib olamiz. Hozir kerak bo'ladi. Böyle terminal açıp npm install tailwind css tailwind css white ne yazıp olamiz. Bu bizga tailwind css o'rnatishga yordam beradi va bu yerda demek menimcha o'rnatdi. Shuncha qo'yish kerak mana. Hozir o'rganamiz. Demak, import Taiwan CSS. CSS file that imports Taiwan CSS. Import Taiwan CSS. Kamerada. Page sample. npm import Taiwan CSS. Gördüğünüz edit. Bakın. Yazılar. Nasıl yok? Olacak. Demek hozir bir kod yazıp göremiz. Card.js o'tgan kundagi eski yozuvlar. Bugun ikkinchi kuni devlogimizning shuni ikkiga o'zgartirdik va npm run dev qilib ko'ramiz. Hozir agar Tayvan CSS ulangan bo'lsa, mana bu CSS faylni o'chirib turib ishlatib ko'rishga harakat qilamiz. Qanday qilib ishlatib ko'rish mumkin? Bu borada bizga Copilot ham yordam beradi. GitHub Copilot. Bilmagan narsalarimizni bundan so'raymiz. Debuglarni mana shu chatda qilamiz. O'rganish jarayonimiz davom etmoqda. Your CSS file deyapti. Index CSS bo'lishi kerak. Mana shunga tushdi. Hozir import qilib olamiz Tayvan CSS ni va endi CSS ulandim menimcha Tayvan CSS va bu yerga my card emas. Bu yerda berilganidek yozib ko'ramiz. Agar ishlasa, bu bizga juda zo'r tajriba bo'lgan bo'ladi. Demek böyle text 3x1 font bold underline deb yozilgan. Buni copy qilib yozib ko'ramiz. Ishlasa, ishlamadi hali.
link mi? Index HTML. Burada style CSS emas, index CSS. Endi bu yerda ham ishlamadi. Hozir ozgina yordam olamiz. Va bu yerda o'rganishni davom etamiz. Hozir bizda Tayvan CSS'ni qo'shish jarayoni ketmoqda. Men JSX'ni kerak ekan. Bu yerda menimcha Tayvan CSS'ni ham qayerdadir qo'shish kerak. Shuning uchun bu hozir o'qiyapti va buni hozir joyiga qaytarib ko'rsak. Voy. Yana React'dagi ba'zi narsalarni unutib qo'yibman, uzr. Tayvan CSS'ni qo'shish importlari bu yerda ekan. Tailwind base, Tailwind component, Tailwind utilities. Yaxshi. Biz shuningdek debuglar qilishda albatta GitHub Copilot'dan foydalanamiz. Bu juda muhim. Xatolik ko'p bo'lmasligi uchun. Va hozir to'g'rilayapti va birozdan so'ng bizga keep yozuvini bosish imkoniyati beriladi. O'shasak nima bo'ladi? Hozir endi mana shu kodlarni yozib qo'ysak juda zo'r bo'lar edi. Xullas yozdik, lekin baribir ishlamadi. Endi CSS'da sonni qaytarsak nima bo'lar ekan? O'rganish jarayoni zo'r kechmoqda. Keyin random index CSS nima xatolik bor? Bu yerda debug qilamiz, bu yerda o'zimiz kod yozamiz. Demak, o'qiyapti. Debug day 2 va o'rganishga davom etyapmiz. Demak, npm install cos CSS agar yo'q bo'lsa o'rnating deyapti. Mayli, bu yerda to'xtatib o'rnatib olamiz. Negadir cos CSS degan faylni yaratdi. Mayli, dev serverni qayta ishga tushiring deyapti va qayta ishga tushirsak xato bo'lsa menga o'zi xato chiqishini chiqarib yuboramiz. Mayli, va xatolik chiqdi albatta. Negadir yozib beradi hozir va o'zi install qiladi. Buradagi yozuvni qolish kerak. Agar shunday bo'lsa, demak npm run deb qildik. Yana xatolik chiqsa, wow! Mana bugun biz ilk marotaba Devlog Day 2 narsamizning
kardimizning tekstini underline qildik mana bu yozuv orqali va hozir bunga auto empty degan narsalar bor ekan. Buni hozir o'rganib turamiz. P6 bu padding hisoblanadi. Bu divga padding beryapti 6 piksel bo'lgan va bu yerda flex box bir button yaratib chiqyapti va learning Taiwan CSS and building a responsive card component with React and White deyapti. Bu judayam zo'r. Props bilan foydalanyapti bu yerda. Source hero'ga olib boradi. Alt hero. Image nimagadir assets hero png. Chunki bizda hozir hero'ning rasmi yo'q. Hero qahramon meni rasmim bor qolsin. Bu yerdan hozir rasmlarimni ochib olamiz, tashlaymiz va hero png deb yozib qo'yamiz va bu yerda menimcha CSS endi xatolik beryapti, chunki biz uni o'chirib tashladik. Shuning uchun hozir bu qatorni o'chirsak va mana. Lekin hozir negadir image ishlamadi. Assets hero png. Va hozir menga box dizaynini yaratib ber deyish orqali biz hozir Tailwindagi ba'zi kerakli bo'lgan narsalarni o'rganib olamiz. Bu so'rayman. Va bizda hozir cheat chat you have a new message degan yozuv chiqdi. Bu yerda lekin CSS bor edi. Lekin negadir bu yerda oddiy bo'lib turaverdi. Display padding utilities with message. Demak, buni ham ko'chirib olamiz. Bugunlikcha shunaqa o'rganib turamiz. Keyingi safar o'zimiz noldan o'rganishga harakat qilamiz. Dated. Hozir buni joyiga qaytaramiz. Example box nima bo'ldi? Mayli, ortiqcha narsa qo'shmaymiz bu yerga. Shuning uchun bularni o'chiramiz va message mayli. Bugun biz shunday ishni qildik, Taiwan CSS uladik. Bu juda zo'r bo'ldi. Mana endi o'rganyapmiz. Bularni yozib turamiz va ertaga kartni yaxshiroq qilib o'rganamiz. Bu yerda flexlar nima, bu yerda space nima, shularni hammasini o'rganamiz. Keyingi developni kutib qoling va ko'rishguncha xayr deb qolaman. Omon bo'ling.